Ma'lum bir ayolidan ajrashib, boshqa bir ayol bilan uylanish niyatiga keldi. Chunki uning ayoli 3 oydan beri yo'ldishini xabarlantirib qo'ymasdan sirtlarga qatirab yurayotgan edi. Allaqandoq yomon gumonlarni qilib, ko'ngli g'ash bo'ldi. U payg'ambar alayhissalomning "Sizlar yomon gumondan saqlaninglar, chunki yomon gumon eng yolg'on so'zdir" degan hadisini unutib qolgan edi. Ajrashish qarorini bildirmoqchi bo'lgan kunda ayol yo'ldishi uchun esil tushlik tomoq hozirladi hamda yo'ldishiga cho'nqur mehr va illiq tabassum bilan qaradi. Yo'ldishi ajrashish qarorini yana kechiktirib, atsa atdiganda demoqchi bo'ldi. Biroq atsa atdiganda uyg'onganda ayol allaqachon uylarni tozalab, uningdan keyin bolalarning topshiriqlariga yordamlashyotdi. Shundoq bo'g'iniga qaramay ayolining o'zining ajrashmoqchi bo'lganligini va boshqa bir ayol bilan uylanish maqsadi borligini hamda u ayolni nihoyat yaxshi ko'rdiganligini, shundoqla u ayolning bolalarga yaxshi qaraydiganligini aytdi. Ayol bir eg'izmi gap qilmadi, ammo ko'zlaridan taram-taram yosh eqishga boshladi. Ayolining holini ko'rib ichi og'rib, yana ajrashish niyatidan yondi va yotoq uyiga kirib ketdi. Kechlik tomoq vaqtida ayol tomoq tayyorlab, o'g'lini dadasini chaqirishga avatdi, lekin dada rad qildi. Atsa atdiganda ishga bormoqchi bo'lib, yotoq uydan chiqqanda ayolining yerda yiqilib yotganligini ko'rdi. U kechichi yig'lab chiqqan bo'lib, ko'zlari qizarib, ishib ketgan edi. Ayol oron tasta o'rnidan turib, noshtalık tayyorladi. Ammo hech narsa yemasdan uydan chiqib ketdi. Ishdan qaytib kelganda yotoq uyda bir parcha xatni ko'rdi. Xatda mundaq yozilgan edi: "Qadrlik hayot sirdishim, sizning mendan ayrilib boshqa bir ayol bilan to'y qilish huquqingiz bor. Biroq siz menga bolalarning imtihoni tugab bo'lguncha bir hafta muhlat bering." Ayolning fikriga qo'shildi. Bu bir hafta jarayonida ayol doim yo'ldishi uchun duo qildi. Natijada Alloh erga ayolning naqadar yaxshi ekanligini bildirdi. Birinchi kuni atiganda uyg'onib bo'lguncha ayol uylarni pok-pok supurib ratlab bo'ldi. "Siz kechidami ish qilamsiz? Har kuni uyg'onsam uy ratlik, pokiz. Her ish o'z yo'lida. Siz zada qaysi vaqt uxlaysiz?" dedi ayoliga hayron qilib. Ayol: "Men faqat 5 soatla uxlayman. Bularning hammasi sizlarning xushalliginglar, baxtinglar uchundir" dedi. Erning qalbi yumshidi. U ayolning vafodorligini ko'rib, yotoq uyga kirib to'y xotira suratini izladi. U albomning ichiga yushirib qo'yilgan bir tibbiy tekshirish isbotini ko'rdi. Ayolining emchak roki bo'lib qolganligini bildi va o'zining hozirga qadar uningga ko'ngil bilmay tashlab qo'yganligidan o'ziga o'kindi. Aslida u 3 oydan beri doktorning yeniga berib davolanayotgan bo'lib, yo'ldishining va farzandlarining xushalligini buzib qo'ymaslik uchun ularga xabar qilmagan ekan. Ayolning haqiqiy ahvolini bilgandan keyin o'zining rostilla xatolashganligini va ayolini loyiqida qadrlayolmaganligini his qilib, ayolini ranjitib qo'yganligiga cho'nqur pushaymon qildi. Shuning bilan ayoliga o'zining pushaymon qilganligini aytib, kechirim so'radi hamda buningdan keyin mangu ayrilmay birga turmush kechirishga va'da berdi. Buni anglagan ayol xushallikdan ko'ziga yosh oldi va darhol beshini yerga qo'yib shukr sajdasi qildi. Ulug' Alloh mundaq deydi: "Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oilangdagilarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir." Sura Hujurat 12-13 oyat.